Olmasanglar bo'lmaydi bu yer. Shunaqa ham arzon bo'ladimi? Ko'radigan akalarim shu yerdami sizlar? Mana bu yerni ko'rayotgan bo'lsa, uzunasi ketgan, bunaqasiga 14 metr, bunaqasiga 40 metr. Ana sizlarga yerimizni ko'rsatadigan bo'lsam, yerimizni bunaqasiga 14 metr endigi, uzunligi 40 metr ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqasiga bir sotudan, ikki sotudan kotej quradigan bo'lsanglar, oho, qancha pul bo'lib ketadi akalar bular. Sizlarga uni hisoblab o'tirishim shart emas, uni o'zingizlar bilasizlar. Mana shu yerimizni 15 ming, 12 ming sotayotgan paytda men sizlarga 11 mingdan qo'yib bersam, nima deysizlar endi? Men sizlarga 11 mingdan demayman. 10.500 dollardan kep sutiga sanab olsanglar bo'ladi. O'bshi 7 dan oshu, lekin 7 hisoblayapmiz. Yana o'zingizlar hisoblab, necha sutligini o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Sizlarga shunaqa arzon yer qo'yib beraman, lekin hali ham podpiska bosmagansizlar. Podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana shu yer sizniki bo'lishi mumkin. Katsan, vashcha zo'r joyda. Toshkent tumani, Tutzor, Havasni bilasizlar. Havasdan sal pastroqqa tushganda, Toshmi postidan o'bshi hisoblaganimiz 6 kilometr bo'ladi. Toshmi postidan faqat to'g'riga kirib kelsanglar, mana shu yerimizni ko'rasizlar. Ani pulinglarni tiqib qo'ygan joylardan olib chiqib ishlatadigan paytinglar keldi, akalarim. Olmasanglar bo'lmaydi bu yer. Shunaqa ham arzon bo'ladimi?